сүйлөшүп, акылдашып, ошол түштүк региону боюнча салттуу дарыгерлер коомунун вице-президент кылып шайлаганбыз. Endi bu darigерlik ishimizga keladigan bo'lsak, bu ishda meni tayatalarim, cho'ngatalarim qilgan. Bir oy yurib ketsam, o'tirdam solaman deb qo'ligadan tasvini ushlab olardi da devrardi. Ya'ni Allohning oyatlariga suyangan holda, Allohdan so'ragan holda elni davolaymiz. Vrachga shunaqa bo'ldim desam, immunitetim past bo'lsa, men nima qilay? Qo'ling o'zing shunaqa qilsan deb tanimaydi ekan-da baribir vrachlarni. 30 pora Qur'onning ichida xohlagan oyatni xohlagan joydan, xohlagan maqsadda o'qing, beraman degan joylari bor Allohning. Elga, yurtga, Qirg'iziston davlatiga rozichilik bildiraman. Meni Qirg'iziston eli ko'tardi. Chiqishlar emas sizga? Ha, tushib chiqdik. Yaxshi. Hamma yo'l yaxshi. Men Akbar Muhiddin Bahadirovich Noqat shahrida tug'ildim, kolxozchilar oilasida. Maktabda mana shu Yangi Noqat qishlog'ida shkolani bitdim, maktabni bitdim. Maktabdan keyin O'zbekistonga o'quv yurtiga bordim. Oliy o'quv yurtini O'zbekistonda o'qib bitirib keldim. O'quv yurtini bitganimdan keyin voyin shkolni bitib, men vayskovochasida ofitser bo'lib ishladim. 2000-yildan boshlab mana shu eldik darigerlar assotsiatsiyasiga a'zo bo'lib, men darigerlik ishimni boshladim. Endi bu darigerlik ishimizga keladigan bo'lsak, bu ishda meni tayatalarim, cho'ngatalarim qilgan. Elga dam solgan, har xil cho'p dorilardan davolagan. Ya'ni hozirgi nimamizda aytganimizda apiterapiya, fitoterapiya, maniterapiyalarda shu meni cho'ngata tayatalarim qilgan. Endi shularni kasbini ushlab, mana shu 2000-yilda bu yoqda shu ish bilan shug'ullanib kelaman. 2013-yili o'shda biz darigerlik nimasi bo'yicha o'quv yurtini yana bilim nimasini bitdik. Darigerlik nimasi bo'yicha ko'p joylarga izlanish bo'yicha biz bordik. Hozir ham misol uchun shu bu darigerlikda oxiri yo'q. Hozir ham izlanib turamiz. Allohga behisob shukr bo'lsin, qancha odam shu yerga shifo tarib kelgan bo'lsa, hali hech noumid ketgan odam bo'lgani yo'q. Har bir kelgan inson nima maqsadda kelgan bo'lsa, maqsadini Alloh beryapti. Avvalambor har bir ishga Alloh. Endi bizda asosiy ishlarimiz, biz hozir shu kungacha qilib kelayotgan mana shu kunlarda qilayotgan ishlarimiz dam solamiz. Dam solamiz. Ya'ni bu o'zimizda mana fan tilida aytilganda maniterapiya deb aytiladi. Dam solish yo'llari bilan davolaymiz. Qo'shimcha biz apiterapiya, fitoterapiyalarni ham o'tkazamiz. Qilgan ishimdan o'ta xursandman. Nimagaki, hali hech qaysi bir odam norozi bo'lgani, har bir odam o'zining roziligini bildiryapti. Bu biz uchun katta baxt bu. Birinchi boshlaganimizda o'zimizgacha qiyinchiliklar bo'lgan. Hech qanaqa dokumentimiz yo'q, opitimiz yo'q. Ko'p ustozlarning qo'ldan o'tdik. O'zimizcha boshlab olgan joyimiz yo'q buni. Nihoyatda ko'p ustozlardan bo'ldik. Mana Qirg'iziston ustozlardan bo'ldi. Mana birinchi ustozimizni aytib ko'radigan bo'lsak, Axsi Muqur ayrini Turdomat degan oqsoqolning qo'lida yurdik. Bu yerda diagnoz qo'yishlarimiz yoki bo'lmasa pulsovoy diagnozlar qo'yishlarda shunga o'xshash ko'p cho'p dorilardan dorilar tayyorlashdi. Shu oqsoqoldan o'rgandik. Undan keyin Rossiya shahrini Ekaterinburgdan shu yerdan o'rgandik. Alla Maksimova degan ayoldan o'rgandik. Keyin Chelyabinskda bo'ldik. Chelyabinskda ham 6-7 oy shu ilm izlanish bilan borib ko'p odamlarning qo'lida o'rganib o'tdik tibbiyot bo'yicha. Yana oxirgi kunlarda mana hozir bizda O'shda yana o'qitdi. Bizda o'sha o'qitib, shu mana meditsinaga bu tibbiyot yaqinligi uchun shu med institutda o'qituvchilar kelib o'qitdi. Inobat Absattaruna, Mahmud Yusupovich Shidaqov degan professorlar shularning qo'lidan biz o'qishni bitirib o'tdik. Endi biz asosiy ustozlarimiz shu. Endi biz asosiy bu yerda Allohning oyatlariga tayanamiz. Ya'ni Allohning oyatlariga suyangan holda, Allohdan so'ragan holda elni davolaymiz. Endi tayyorlaydigan dorilarimiz bizniki asosiy meniki asal ari mahsulotidan tayyorlanadi. Ya'ni propolis, perga, ya'ni pulsa deb qo'yamiz, gulchangidan deymiz. Yoki bo'lmasam deylik, zo'b kasallariga mana shu arini o'zidan tayyorlanadi. Endi bu sirlarni endi hozir bu yerda aytgan bo'lsa, yana kimdir eshitib turib buni noto'g'ri tayyorlab qo'ysa, bu nima bo'lib qoladi? Uni sirlari bu yerda aytilmaydi. O'zimizning kengashi bilan o'sha odamning nimasiga qarab, buni dozasiga qarab turib tayyorlanadi. Pichelotniy moloko, biz aridan 3 xil sut chiqadi. Endi bu ham juda ko'p kasallarga davo. Endi aridan chiqqan har bir narsa, har bir mahsulot bu shifo. Ya'ni 1001 dardga davo deymiz. Birinchi asalimiz, ikkinchi asalimiz deymiz. Bular ham asha cho'pni pishishiga qarab, cho'pni xom g'o'rligida bo'lib,
Og'ir pishib qurib bitgandan keyingi olinadigan nimalari bo'ladi. O'shunga qarab turib asallardan ham har xil dorilar tayyorlanamiz. Ularni tayyorlaganimizdan keyin biz spesial o'zi kelib dorilarimizni, surogini, buni sostavini tekshirib ketadigan atayin shunga tayyorlangan odamlarimiz bor. Biz o'zimizcha tayyorlab sirasi berib yubormaymiz. Shularning ruxsati bilan beriladi. Hech qanaqa ximikat qo'shilmaydi. Bizga ekologik toza. Iyun oyini 10dan boshlab turib avgust 25gacha fitoterapiya asosiy bizda prirodalarda o'tkaziladi. Nimaga deganimizda, endi apiterapiyani hamma misol uchun qo'limizda ushlab chaqtiryapmiz. 40-45% ga organizmga foydasi bor. Agar ari o'zi quvib chaqqan bo'lsa, bu 100% ga. Nimagaki, bu asalari o'lgan nerv tomirda o'zi oqtarib topib chaqadi. O'lmagan nerv tomir chaqmaydi. O'shuning uchun biz asosiy apiterapiyani sezonida biz aralarda bir toqqa qo'yamiz deylik yoki bo'lmasam adirlarga qo'yamiz. Shu yerlarga biz shu kurslar ichidan o'taman deganlarni taklif qilamiz. U yerga maxsus spesial palatkalar yoki bo'lmasam so'rilar qo'yiladi. Ular o'sha yerda 5 kundan 10 kundan yotib shu kurslar ichidan o'tiladi. U yerda bitta ari chaqtirish emas, o'sha ari chaqtirish davomida arining sutlari beriladi. Endi bu ichirish yo'ldan tashqari, misol uchun nerv tomirdagi shamollashlar, ya'ni nevrit sovuq o'tib ketganlar, xronический bo'lib qoladi, ostriy bo'lib qoladi. Bularni kompress orqali, ya'ni o'sha asalni kompress qilish bilan ham davolanadi. Endi bu kasalni o'ziga qarab turib diagnoz qo'yib, o'shunga qarab nazarchilik beriladi. Endi bu asalari mahsulotlaridan tayyorlash bo'yicha, ya'ni tibbiyot bo'yicha endi mana xudo xolisa bugungi kelib turib 22 yillik ish stajimiz bor. Endi bu ishni biz yoshligimizda ham qilardik. Asha tayata cho'ng'otalarda orqasidan ergashib, ko'p narsalarni ko'rib, ko'zlar pishib, shularni qilardik. Endi o'zimiz mustahkam qilib, shu odamlar sog'ligi uchun olishib, shunga mustahkam bel bog'laganimizga mana 22 yil bo'ldi. Endi Qirg'iziston tog'laridan biz shunday cho'plar terib kelamiz. Endi bu Qirg'iziston tengi yo'q joy. Tengi yo'q joy. Biz o'ta boy, baxtli insonmiz. Nimagaki, birinchi o'chirda biz Qirg'izistonda tug'ilib o'sganimizga biz baxtlimiz. Sabab bu yerda nimaligi xohlasak bor. Bu biz nur zamonda yashayapmiz. Xohlagan dardga shifo topish uchun har bir davoni izlash bu har bir insonda o'zida. Mana bizni tog'larimizda, adirlarimizda o'sayotgan cho'plar 1001 dardga davo deydi. Bu yerda har xil cho'plar bo'ladi. Cho'pni pishganda terish, pishmasdan turib, g'o'r vaqtda terib, qaysi nimalarga davolash, pishib bitib qurib bitgandan keyin terish. Endi buni tomirlari, gullari o'ziga yarasha buni har xil etap bilan tayyorlanadi. Mana bizga tashqaridan kelayotgan tabletka deymiz, antibiotik, lekarstva va shunga o'xshash narsalar, danam yaxshi bizning nimalarimiz bor. Faqat buni qadriga o'zimiz yetmaymiz. Har qanaqa ilojisi yo'q, ishni o'zi yo'q. Endi bu bilan biz opitli bir tabib deb o'zimizni aytishimizga ojizlik qilamiz. Nimagaki, hozirgacha biz buni izlanamiz. Bu tibbiyotda orqasi yo'q. Buni qancha chuqursa shuncha chiqaradi. Misol uchun bitta o'sayotgan asha qaysidir o't, cho'p bu bitta kasalga emas, har xil kasalga davo. Har xil kasalga davo. Menga shuncha odamlar kelayotgan bo'lsa, bularda cho'p dorilar bilan, apiterapiya bilan eng birinchi o'chirda Allohning oyatlari bilan davolaymiz. Allohning oyatlarini. 30 pora Qur'onning ichida xohlagan oyatni xohlagan joydan, xohlagan maqsadda o'qing, beraman degan joylari bor Allohning. Oddiy Ixlos qul Ahad surasini shifo uchun ixlosi bilan o'qisak, asha kelgan balnoyimiz o'zi ham shu men yaxshi bo'lib qolayin deb xohlagan oyatini xohlagan joydan o'qisa, buni beruvchi Alloh. Bir pasda shifoni berib qoladi, qanday bergan o'zi bilmay qoladi. Endi bu eng birinchi o'chirda bu yerga kelayotgan patsientlar, ya'ni balnoylarimiz, klientlarimizni shifo topishi bu 95% o'zining qo'lida. Nimaga 95% o'zining qo'lidaki, bu o'zi e'tiqodi bilan, ishonchi bilan men shu yerga keldim, shifo topib ketay deb Allohdan so'rab kelsa, albatta shifo topadi. Endi yaxshi bo'lamanmi, bo'lmaymanmi? Endi qanaqa ekan deb ikkilanish bilan kelsa, unda rezultat 0 bo'ladi. Nimaga 0 bo'ladiki? Unda e'tiqod yo'q. Bu inson birinchi o'chirda o'ziga o'zi nepravilniy komanda berdi nervdan. Men yaxshi bo'laman, bo'lmayman. Ikkinchi o'chirda Allohning oyatlariga, Allohning qudratiga bu ikkilangan holda bo'lib qoldi. Unda shifo topmaydi. Ishonch yo'q. Ishonch bilan kelgan bo'lsa, har qanday kasal davolasak bo'ladi. Endi o'rtachasi 40 ta 45 ta, bo'lganda 100 ta 150 ta ketadi. Xo'sh, charchab qolgan kunlarimizda 10 ta 15 ta. Endi har bir kasal bilan yolg'iz ishlanadi. Shunday kunlarimiz bo'ladiki,
shunday sezonlar bo'lib qoladi. Bahor, kuz, yer ko'pgan vaqtlarimizda yoki bo'lmasa mana qishchilar vaqtlarida shunday vaqtlarimiz bo'lib qoladi. Quruqlar sut ishini ishlashga to'g'ri kelib qoladi. Eshigingizdagi shifoq tarib kelganga yo'q deb turib eshigingizni yopib qo'ya olmaysiz. Yopib qo'ya olmaysiz. Xo'sh. Endi shu hollarda biz ya'ni bir qavmimiz, darigerlar bir-birimizni yordamga chaqiramiz. Nagruska bo'lib turib, kasallar ko'paygan vaqtda har bir-birimizni kim bo'sh bo'lib, qo'li bo'sh bo'lsa, bir-birimizni yordamga chaqiramiz. Albatta bir-birimizga yordam beramiz. Bir-birimizni qo'llaymiz. Endi biz mana hozir o'shda 2012-yilda bu yog'ida eldik saltik darigerlar assotsiatsiyasi bo'lib turib, assotsiatsiya tuzildi. Endi bu assotsiatsiyani hozir prezidenti Karva Imigulsun aziz qizi очень грамотный, opit o'ta bu ayolda ko'p, keyin ikkinchisi qiyin ayol bu. Endi biz har bir ishimizni shu ayolning ruxsati bilan, shuni bir nimasi bilan olib boramiz. Bizni bir haftada bir, oshib borsa 10 kunda bir albatta o'zi neplanoviy kelib tekshirib ketadi. Tekshirib ketadi. Nimagaki bitta bir qaysi balnoylar orqasidan yo bir yomon niyatda kelgan odamlar orqasidan qandaydir bir yomon so'z, yomon minus narsa bo'lib qolmasligi uchun. Xo'sh. Endi biz litsenziyani ishlaymiz, lisenziyalarimiz bor, davlatga налог to'laymiz. Endi bu odamni sog'ligi bilan olishish o'zi oson narsa emas. Bu biznes emas, bu sho'pirlik emas, bu ko'chadagi ish emas bu. Bu yerda bu odamni umri bilan, odamni sog'ligi bilan olishadi. Bu очень сложный narsa. Endi umri bilan olishamiz. Keyin ikkinchisi kundan kunga dushmanimiz ham ko'payadi. Dushman ko'payishi misol uchun men darigerman deganlar ko'p, hozir baxshilar ko'payib ketdi. Baxshi zoti borki, bular bari dushman. Bu baxshi degan so'z Allohning hukmiga qarshi chiqqanlar bular. Ya'ni bular Qur'onga qarshi chiqqanlar. Qur'on Allohning hukmida. Baxshiga ishonish, baxshichilik, buni bo'yniga olish yo ko'z ochirish deganlar, bular 25 yil kechasi kunduz ibodat qilsinki, bular ibodat qabul bo'lmaydi. Elning oldida hud deb yasanib yurgan bilan Allohning oldida bular yuz yariq emas. Bular yuz yariq emas. Allohning oldida yuz yariq bo'lish uchun eng birinchi o'rinda odamning mana meyridagi taqvo. Har bir inson eng birinchi o'rinda nimasi bilan baxtli deganda, musulmon bo'lib tug'ilgani bilan baxtli. Faqat bulardan bizning farqimiz shu elni davolash bo'yicha, ikkinchisi shularga dam solish bo'yicha biz ashi olim domlalardan, qorilardan duo olganmiz. Ruxsat olganmiz. Endi shunday duolar keladiki, ustozlar ruxsatsiz o'qishga mumkin emas degan duolar keladi. Endi bu duolarga biz ruxsat oldik. Endi ruxsat olib qolmasdan biz vaqti-vaqtida shu domlalarni ko'rigidan, ya'ni proverkasidan o'tib turamiz. Men meditsinani очень уважать qilaman. Уважать qilaman. Bu meditsina очень сложный narsa. Bu misol uchun mediklarni yo vrachlarni ko'rib turib, andamanda deyishimiz o'ta noto'g'ri. Nimaga deganimizda, bular bizdan ham buyuk darajada el sog'ligi bilan olishadi. Misol uchun biz davolaganimizdan biz operatsiya o'tkazolmaymiz. Meditsina bilan birgalikda biz ishlashamiz. Shunday joylarda bir-birimiz bilan kengashgan holda ishlaymiz. Opitni, staji ko'p vrachlar albatta bir-birimizni biz siylaymiz. Endi hozir misol uchun opiti yo'qlar, misol bu tabib deb turib yomon ko'rib qo'yishi mumkin bizda. Yo'qsa to'g'ritmay qo'yishi mumkin. Lekin tibbiyotda yaxshi bo'lmagan inson meditsinada yaxshi bo'ladi. Meditsinada yaxshi bo'lmagan inson tibbiyotda yaxshi bo'ladi. Naушный meditsina bilan народный meditsinaning farqi o'ta katta. Ayrimlanib turadi. Nimaga deganimizda, naушный meditsinamiz buni olimlar o'ylab topgan nimamiz. Endi народный meditsina bu ya'ni eldik saltik nimamiz. Bu eskidan meditsina rivojlanmaganda ota-bobolar qilib kelgan nimalarimiz. Народный meditsinani ishlash uchun albatta bunga Alloh yo'l bermaguncha buni hech kim qila olmaydi. Alloh bunga yo'l berib qo'ygandan keyin u bundan boshqa ish qila olmay qoladi. Yo buni ham qiyinman degan bo'lsa, bu hayotda qiyinchilik bilan o'tib ketadi. 1000dan 1, 100dan 1 odamga sunadi buni. Har ko'ringan odamga suna olmaydi bu. Endi shunday odamlar bo'lib qoladiki, hech kim to'g'atmaydi. Ko'chada devona qatori yuraveradi. Lekin bu insonda Allohning bergan shunaqa bir kuchli xosatlari bo'ladi. Yig'layotgan bolani, temperatura chiqayotgan bola, ichayotgan bolani ham bir sanashda bo'lsa bir qo'lga olish bilan darrov bunga em tushadi. Em degani shu o'zi. Em desa bir xillar boshiga do'ppi qiladi, boshqalar. Yo'q. Em haqiqiy Alloh shunaqa bir xosiyat singib qo'ygan odam bunda qo'l tegizib qo'yishi ashi em o'zi. Shunga Alloh shifosini bersin deb turib, shuni Allohdan so'rab qo'ydim, bo'ldi, shifo topdi. Shifo topdi. Endi bu народный meditsinani ham misol uchun toifalari bo'ladi. Misol uchun har xil o'zining yo'llari bo'ladi. Kindalash deymiz. Bu bor narsa. Yo'yish bor. Kindalash bilan yo'yish farqi katta. Emlash bu ham bor narsa. Yurak ko'tarish bu ham bor narsa. Dam solish bu ham bor narsa. Shunga o'xshash yana ashincha nimalarimiz bor. Bor.
Xo'sh, endi shunday misol uchun shunday insonlar bor, shunaqa Alloh bir yaxshi xosiyatlar sunib qo'ydi, lekin o'zidagi xosiyatni o'zi qadriga yetmaydi. Sabab u inson o'zini o'zi qadriga yetmaydi. Agar buni o'zida qo'llagan bo'lsa, bu insondan ham yaxshi darigar kelib chiqadi. Eldik darigar deganimiz ma'nosi shu bo'ladi. Men boshqa kasb unda hech o'kinmadim. Men vayskovoy частьda ishladim. Ish stajim 17 yil. Undan tashqari men sportga qiziqib, ko'p bolalarni sport bo'yicha trenировка qildirdim. Rukovodитель по рукопашный бой. Yine hozirgacha bu ishim bilan qiziqib turaman. O'zim uchun men vaqt-vaqtda buni qilib turaman. Nimaga deganimizda, bu sog'lik uchun o'ta kerak narsa. Sog'lik uchun o'ta kerak narsa. Endi shu men vayskovoy частьlarda ishlab yurgan vaqtimda, undan keyin ham ko'p bolalarda shu sport bo'yicha men trenirlik qildim. Endi men tibbiyotga kirgan bo'yimcha uni tashlab yubordim degan joyim yo'q. O'zim uchun, sog'ligim uchun vaqti-vaqti shu nima bilan trenировка qilib turamiz. Endi umrim oxirigacha mana shu dargerlik bilan ketaman degan niyatim bor. Alloh shunga yo'l bersin avvalambor. Alloh shuni buyurib nasib qilsin. Nimagaki, bitta elga foydam tegib shu odam shifo topib, men yaxshiman deyish, bu meni boshim osmonga yetish. Men uchun katta baxt bu. Lekin ikkinchisi, misol uchun har xil odamlarda bo'ladi, mana qori manonchaga o'qir ekan, o'sa mana manchaga qilar ekan. Allohning oyatlari pulga sotilmaydi. Endi bordi o'zini sog'ligi uchun qandaydir zaruriyat bo'lib turib, qaysi bir dorilar ketib qoladi, yo shunga o'xshash narsalar ketadigan bo'lsa, ularda albatta biz kerak narsalarni yozib beramiz, o'zlari olib keladi. Yo'q, o'zlari olib kelmasdan bo'pti, biz pishiramiz desa, ularni o'zimiz olib, tayyorlab qilib, bitirib qo'liga beramiz. Endi bu nazari bo'ladiki, hech narsaga kuchingiz yetmasa, 5 kun o'qitasizmi, 7 kun o'qitasizmi, 3 kun o'qitasizmi, yong'oqni chaqib, mag'zini to'rdan bir bo'lakni tashlasangiz ham em tushaveradi. Bu ko'p berdi, bu oz berdi desa, biz qilayotgan nima em tushmaydi. Yo'q bo'lib ketadi. Nimagaki, uni Alloh bizga sunib turibdi. Alloh sunib turibdi. Buni biz qandaydir o'zimizni kuchimiz bilan, o'zimizni bir nimamiz bilan qilayotganimiz yo'q. Buni Alloh sunyapti. Faqat bizni sabab qilyapti xolos. Allohga behisob shukr bo'lsin. Rizqimizni el ichiga chachib qo'yibdi. Qayerda bo'lsa ham el qo'llayapti. Bizda shu darajaga yetishimiz, shu darajaga chiqishimizda albatta el qo'llab, el ko'tarib chiqdi. Umrimizda oxirigacha shu ishni qilishga bel bog'ladik, qilamiz. Meni otam ham mana shu tibbiyot bo'yicha ishladi. Mana hozir yoshi 80 ga chiqdi. Hozir ham ishlaydi shu bilan. Bizni semyanada semeniy biznes pchelovodstvo bilan shug'ullanamiz biz. Mana hozir armidan ketdi. Xudo xolasa, ashirdiga ham ashincha odam kelib dam soldiradi, ashincha odam kelib ariq axtaradi, ya'ni apiterapiya. Ashincha odam misol uchun qayeri og'riyotgan bo'lsa, og'riyotgan joylarni aytadi, qaysi doridan qanaqa qilib tayyorlashni tayyorlab beradi. Endi bizda misol uchun 20 yillik, 2 yillik staj bo'lgan bo'lsa, otamizda 50 yillik staj bor. Men boyman, o'ta boyman. Nima bilan boymanki, meni ota-onam bor. Men hozirgacha shularning maslahati bilan, shular duosi bilan qadam bosaman. Shularning duosi bilan nafas olaman, shular duosi bilan tirikchilik qilaman. Baxtlisiz. Men baxtliman. O'ta baxtliman. Men o'zi shunaqa nimalarga qiziqib, tog' toshlarda yurib, cho'plarda terib, ancha-muncha shunaqa bemor odamlarga berib, shunaqa qilib kelar edim ko'p yillardan beri. Oxiri shu farzandimga hamma yo'lda o'rgatib, mana shunday qilsang shunaqa bo'ladi. Mana-manonga dori, mana cho'p, manonga dori deb butun cho'plarni ko'rsatib, shunga tushuntirib, bor narsani bolamga o'rgatganman. Meni qiladigan ishimni davomchi mana shu farzandim bo'ladi. Bu oilamizda bitta men emas, qolgan bolalarim ham hammasi tog' toshlarda yuradi. Shu men aytgan nimalarni ular ham aytganimni topishib keladi. Qayerga borsa ham shuni izlanishadi. Bunday hislat bolalarimda ham ozmod bor, qolganlarida ham. Men bu bolalarimdan har doim men xursandman. Qilgan ishlaridan, yurish-turishidan, sabab bizni dadamiz tarbiyasini olishgan bular. Dadamiz keyin bizni tarbiyamizni olgan. Endi buni qandayligini men aytolmayman. Buni el yurt, mahalla, ko'y, tengi tushlari biladi. Bari farzandlarim bilan. Endi qo'shimchalaydigan nimam, vaqti soat kelib shu so'zlarimizni el uqqan bo'lsa, elga aytar so'zim, eng birinchi chirda yoshimizmi, kattamizmi, ayolimizmi, erkakmizmi, sog'ligimizga qaraylik. Sog'ligimiz joyida bo'lgan bo'lsa, qolgan har qanaqa ishlar bo'ladi. Tirikchilik, ro'zg'or, hamma yo'q bu o'tib ketaveradigan narsalar. Sog'ligimizga shunday qaraylikki, buni biik darajaga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sog'likni biz yo'qotgan bo'lsak, qayta tiklash qiyinchilik bilan bo'ladi. Qiyinchilik bilan bo'ladi. Nimaga qiyinchilik bilan bo'ladiki, o'zida misol uchun ashincha
tinchligingizni yo'qotasiz, uyquingizni yo'qotasiz, kuch-quvvatingizni yo'qotasiz. Ya'ni immunitetingizni qayta tiklanish qiyin bo'ladi. O'shuning uchun meditsina ko'rigidan o'tib turganlaring yoki bo'lmasam o'sha tibbiyot nimasiga ham qayrilib turganlaring yaxshi bo'ladi. Nimagaki, sog'ligi bor odam bu boy odam. Endi biz kasallarda qarash vaqtimiz рабочий время, mundaqchasiga aytganda, sahargi tongi soat 4 dan boshlab turib, soat 11 gacha. Endi 11 dagimiz 12 birda bitadi. Noqatdagi nimamiz shu. Endi obeddan keyin o'shtamiz. Soat 2 dan boshlab turib, kechki 6, 7, 8 gacha. Ish vaqtimiz shu. Endi kasalda har bir turini davolaymiz. Qanday kasal bo'lsa turini davolaymiz. Faqat bu patsientda, ya'ni balnoyda o'zida ishonch bo'lishi kerak. Alloh menga Xudo xolisa shifoni beradi. Dardni beribdimi, orqasidan shifosini qo'shib beradi. Shifo Allohdan deb ishonch bilan kelgan bo'lsa, uni og'zimizda to'ldirib aytamiz, buni albatta davolaymiz. Endi bu kichkinaligidan o'zi hali qo'liga ta'sisda ushlab olardi tag'in. Katta otalari, opa dadalari dam solardi-da. Katta qori kishi edi. Ina men ham shu opaqimga o'xshab solaman debdim. Masdan bir oy yurib ketsam, o'tirdam solaman deb qo'liga dam ta'sini ushlab olardi-da. Deyurardi. Ina yana yurib ketsa, yana shunaqa qilardi. Ina men hayron qolardim. Ha bu kichkina bola bo'lsa, nimaga bunday qiladi ekan? Ana opaqisini havas qilyapti, shekilli yosh bola-da derdim. Mana endi vaqti soati kelib, o'zini niyati xolis ekan, Alloh buyurib, mana shunaqa o'z opaqisiga o'xshab qoldim. Unga o'xshagan nevaralari ko'p o'zi. Bular to'rog'ayni bo'lsa, barida o'g'il bolalar bor, 5 ta 6 tadan. O'rtajada shu men bolam shunaqa chiqdi. Endi o'zimda ham 4 ta o'g'il bo'lsa, ukalarim undaqa emas. Shu o'zi yoshligidan intiluvchan bo'lgan ekan, mana Alloh buyurib, maqsadini Alloh berdi. Endi Alloh rozi bo'lsin. Mana qilgan xizmatlaridan. Endi o'zi ham hali ko'ngli ochiq, to'g'ri bola. Hali bir narsaga darrov achchig'i ham kelib ketmaydi. Baribir endi yaxshi-da, Alloh rozi bo'lsin, o'zi buni ham yurganidan, turganidan. Elga, yurtga xizmat qilib, hech charchamasin. Alloh kuch-quvvat bersin, elga, yurtga, ko'pga yaxshilarni qatorida qilaversin, ko'pni qatorida. Endi uning uchun siz hech narsaga siqilmasligingiz kerak. Nihoyat o'zingizni issiq havodan saqlashingiz kerak bo'ladi. Keyin ikkinchisi, nima qilishimiz kerak? Ochiq qolmasligimiz kerak. Bular bo'lmasa siqilib bo'lmaydi. Ko'p narsani boshlanishi buni har qanday holatda ham o'zingizni xursand, yaxshi ushlashga, o'zingizni nima qilishingiz bu shart. Endi ko'p dorilardan dori tayyorlash kerak bo'ladigan bo'lsa, tayyorlab beramiz, lekin hozir uni sizga zaruriyati yo'q. Shu men kelganda ko'p og'ridim, nervdan og'ridim, har taraflam og'ridim. Hayotda har xil ishlar bor-da. Shu orqali kelib, men 5-10 yildan beri ketib yuraman-da. Sal o'sha og'rib qolaman, andan nari yer bo'lib qolganda bir kelib dam ko'tarib ketaman shu. Endi yaxshi bo'lgan uchun kelyapman, bo'lmasa kelmas edim-da. Men boshqa tarafga bormadim, Berdinskiy tarafdan doktorlarga ko'p bordim. Nervdan dori yozib berdi, uyga kelib ko'lasam ko'nglim ketdi. Borib o'zlariga ko'lasam ko'nglim ketdi, bir qadam tasam yiqildim. Vrachga shunaqa bo'ldim desam, immunitetim past bo'lsa, men nima qilay? Qo'lim o'zing shunaqa qilsam deb tanolmaydi ekan-da baribir vrachlar. Endi oxiri lichitskiga ham ta'sir qilmay qolib, shu yoqqa kelib yaxshi bo'lib, kelib ketib yuribman. O'rib keldim, boshim hech bosilmaydi, yuragim sig'ilib. Shuga kelganda men yaxshi bo'lib, boshim o'rganda o'zim kelimda, ondan boshqa doktor saqaytalib aytdim. Yaxshi, bola chaqamdab keldim, bari yaxshi, denso'liqlari, ishlari, boshqalari, endi shaqil bizga yaxshilik jaqlari ko'p-da. Denso'lig'im ham yaxshi, doktorlik jag'i ham bor. Bor jo'g'izni tekshirib, bizning burasi o'ziga shu, Xudoga shukr, shu bilan 70 yoshgacha yashab keladimiz. Endi bizda mana asosiy shug'ullanadigan yana dehqonchiligimiz asalarichilik.
Biz dorigarlikdan tashqari shu mana shu arilarni qorash bilan shug'ullanamiz. Endi o'sha arimizni nimasi shu 1200 semya. Arilarimiz hozir toqqa ketgan. U mana shu yerda qolgan nimamiz. Endi mana bu o'sha ari kuchga kirgandan keyin o'sha qo'shimcha romka solmagandan keyin mana shu romkalarni qo'yib yuboradi o'zi. Mana shu bizning arilarimiz mana o'sha asallarni qilyapti. Mana ular endi arilar tuxumlari. Xo'sh. Aridan olinadigan mahsulot nihoyatda ko'p. Asosiy olinadiganimiz har xil asallarni olamiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi deb qo'yadi. Har bir asalda o'zining siri bor. Pulsa yana gulni changini olib keladi. Buni perga deb qo'yamiz. Bu ham Allohning eng bir mo'jizalaridan. Buni ichida ham ana shuncha misol uchun shifo uchun dori-darmonlar tayyorlanadi. Muhitdin qari bizning qavmda, ошол salto darigerler qavmida 12 yildan beri müçe bo'lib kele жатат. Bizning Түштүк региону боюнча salto darigerlerden көзгө басарлык дарыгерибиз деп айтсак болот. Иш жөндөмдүүлүгү аябай жакшы, аракетчил, эл менен мамилеси өтө жакшы. Эми илимдин арты болбойт го, изденүүсү аябай жакшы да, мага жаккан жагы ошол. Bu yıl Kuday buyursa, 2022 жылы өзүбүз сүйлөшүп, акылдашып, ошол Түштүк региону боюнча салттуу дарыгерлер коомунун вице-президент кылып шайлаганбыз. Мындан аркыда ишине ийгиликтер кошсой берсин, ишин ар дайым элдин кызматында жүргөн адам, элдин кызматы менен жүрө берсин, ишине ийгилик коштосун. Avvalambor Allohga rozilik bildiraman, nimagaki Alloh shu insonlar sabab qilib shu darajaga yetkazgan avvalambor Alloh. Qolaversa mana shu Qirg'iziston elimga. El meni shu ko'tarib chiqdi. Ota-onamga rozilik bildiraman. Yine mana shu bizda ellik saltik darigerlar assotsiatsiyasining qo'mi prezidenti shu Qarva Imigulsun aziz qiziga aytaman. Endi shu ejamiz bizga sabab bo'lib, ko'p bilmaganlarimizni o'rgatdi, mana ko'tarib olib chiqdi. Mana hozir shu kunlarda yana Xudo xolisa Alloh buyurib nasib qilsa boshqa mamlakatlarga shu izlanish bo'yicha olib ketyapti. Elga, yurtga, Qirg'iziston davlatiga rozilik bildiraman. Meni Qirg'iziston eli ko'tardi.